antiepileptik dorilar bu juda ham kuchli ta'sir qiluvchi dorilar sirasiga kiradi va buni xohlagan vaqtda xohlagan kasallikka qo'llash mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Ba'zi shunday holatlar mavjudki, epileptik dorilar umuman kerak emas. Ya'ni bunga febril darvoza xurujlari, ya'ni tana harorati ko'tarilganda bo'ladigan darvoza xurujlari kiradi. Bunaqa holatda egi ham toza chiqadi, bolada faqatgina issiq ko'tarilgan vaqtda titrab o'tishi, o'sha xurujlar bo'lishi kuzatiladi. Va bu holatda hech qachon epilepsiyaga qarshi dori berish kerak emas. Bundan ko'ra bolani immunitetini ko'tarish kerak, o'sha mikroorganizmlarni joyiga qo'yib, bolani yaxshi saqlansa, tana harorati ko'tarilmay ushlab turilsa, shuning o'zi yetadi. Va bundan tashqari yana shunaqa holatlar borki, affektiv respirator pриступ, ya'ni bolani emosional holat tufayli qotib qolish vaziyatlari kuzatiladi. Bunaqa vaziyatda ham hech qachon epilepsiyaga qarshi dori berish kerak emas. Chunki bu yordam ham bermaydi, nazorat bolani tormozga qo'yish va orqada qolishi sabab bo'ladigan holatlar ham kuzatilgan. Yana epilepsiyaga o'xshagan paroksizm xurujlar mavjud. Ya'ni bu hech qachon epilepsiya emas, egi ham toza chiqadi va bu prosta shu sababi noma'lum bo'lgan qon xurujlarga o'xshash tortishishdan kuzatiladi. Va bu holatda ham hech qachon epilepsiyaga qarshi dori berish kerak emas. Berilgan taqdirda ham hech qachon ta'sir qilmaydi. Bolani tinchlantirish maqsadida, uxlatish maqsadida va shunga o'xshash holatlarda, asabiylik, injiqlik holatlarida ham epilepsiyaga qarshi dori berish holatlari kuzatilmoqda. Bu ham mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi.